Biror joyda o'tirganingizda duo qilib yuboring desa, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin deb bunday qilib qo'yamiz-ku. Bu shunchaki bu. Lekin duolar bor. U duolar haqiqiy duolar bo'ladigan holatlar bor. Bandani ustiga tashvish tushadi. Tashvish tushgan paytda u duo boshqacha bo'ladi. Xudoyim bu tashvishimni aritgin, balolarni ko'targin, kasalliklarni ko'targin Xudoyim deydi. Banda rost mana ichidan duo qiladi. Ana shu duolar o'zi mana shunisi qabul bo'ladi-da. Yengil-yelpi duolar desak, balkim bilmadim, qay borada to'g'ri bo'lar. Shunchaki aytib qo'yadigan, bersang berarsan, bermasang bermassan, juda ham bir kerakli narsa emas o'zi. Allohu akbar degan narsaga o'xshab qolmasligi kerak aslida. Duo, ad-duo mukhul ibada deganlar payg'ambar alayhisalom. Duo ibodatni ayni mag'zi hisoblanadi. Eng shirin joyi, eng shirin joyi. Robbisiga qo'lini ko'tarib, ey Xudoyim, shu duoyimni ijobat qilmasdan qoldirma, qabul ayla deydi.